AQSh va Isroilning Eronga qarshi boshlagan urushidan so'ng mintaqa davlatlari va dunyodagi boshqa davlatlardan qanday xabarlar tarqalmoqda? Eron harbiy floti dunyoning 20% nefti o'tib qaytadigan Hormuz bo'g'ozini yopishini e'lon qilgan. Bu degani dunyodagi neft narxi oshishni boshlaydi va ba'zi bir davlatlarda neft va benzin taqchilligi yuzaga kelishi ehtimoli yuqori. Xitoy tashqi ishlar vazirligi Isroil va AQShga hujumlarni hoziroq to'xtatishni hamda Eron suvereniteti va hududiy yaxlitligini hurmat qilishga chaqirgan. Isroil hujumlari ortidan Eron mudofaa vaziri Amir Nasrzoda halok bo'lganligi aytilmoqda. Qurollar yordamida boshlangan urush media makonida ham davom etmoqda. Ya'ni Isroilning ba'zi manbalariga ko'ra, ularning qilgan hujumlari ortidan Xomayniy o'ldirilgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ammo bu xabarlardan ko'p o'tmay Eron tashqi ishlar vazirligi, Eron prezidenti Pezeshkian hamda oliy rahnamosi Xomayniy haligacha tirik ekanligini e'lon qilgan va yaqin soatlarda oliy rahnamo jonli efirda xalqqa murojaat qilishini tasdiqlagan. Balki 1-2 generallar halok bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo bu muammo emas, deb qo'shib qo'ygan Eron tashqi ishlar vazirligi. Isroilga ham hujumlar uyushtirilayotganligi va ayni shu hujumlar uyushtirilayotgan shaharlarda insonlar jon saqlash uchun maxsus ajratilgan yerto'lalarda vaqt o'tkazayotganliklari ko'rinadi. Undan tashqari tarqalayotgan videolarga ko'ra, isroilliklar ayni boshlangan urushdan juda ham mamnun va xursandek ko'rinadi. Eronning zarbalaridan biri Dubaydagi 5 yulduzli mehmonxonalardan biriga tushganligi va bu mehmonxona Fairmont ekanligi aytilmoqda. Dubay aeroportida barcha reyslar belgilanmagan muddatgacha qoldirilganligi aytilmoqda. Tarqalgan videolarga ko'ra, Munisa Rizayeva ham Dubayda bo'lgan va hozir Dubaydan chiqib keta olmayotganini aytgan. Isroil Erondagi qizlar maktabiga hujum qilganligi aytilmoqda va u yerda hujum vaqtida taxminan 170 nafar bola bo'lganligi va ulardan hozirgacha aniqlangani 51 nafar halok bo'lgani va yana taxminan shunchasi jarohat olganligi aytilmoqda.